dadam kvotalari bo'lgan va o'sha kvota orqali men kirib ketaman deb o'ylardim. Qizim, biz seni kontraktda ham, super kontraktda ham o'qitamiz. Sen yoki dominoga xohlasang erta davom ettir yoki to'xtatsang ham mayli deyishdi. Uxlamaganman, dori ichib uxlaganman. Avvaliga ona tili bilan rus tilini repetitorga bormasdan oldin O'sha yutuqqa erishgan kuningizda sizni hamma qiyinchiliklaringiz esingizdan chiqib ketadi. Assalomu alaykum. Meni ismim Ergash Abdulloh. Yashnobod tumani 255-maktabning 11-sinf o'quvchisiman. Yaqinda Koreyaning eng nufuzli universitetlaridan Sejong universitetidan 50% grant yutib o'qishga kirdim. Xudo xolasa, vizamni olsam, sraz viza olishim bilan Koreyaga ketaman. Boshida o'zi anglizcha o'qidim. ALS oldim, 6 oldim. Undan keyin rejam yo'q edi hech qanaqa til o'qishi, lekin 10-sinfda maktabimizda koreys tili bo'lganligi uchun birinchi marta koreys tiliga kirganimda qiziq bo'lmagan. Keyin ALS topshirgandan keyin uyda o'tirib yig' ketib, koreys tilini o'qishga niyat qildim, rejalashtirdim. Keyin o'rtog'im bilan birga koreys tilini o'qishni boshladik. O'shandan keyin bilmayman, qanaqadir niyat bo'lib qoldi, shu Koreyaga borib kelishi, tradisiyalarni o'rganib kelishi. O'shandan keyin qaror qildim, Koreyaga institutga topshiraman deb. Men Ahmedova Komila Otabekova. Hozirda ingliz tili, rus tili, matematika, tarix va ona tili fanlaridan sertifikatlarim bor. To'g'risini aytsam, unchalik qattiq tayyorgarlik ko'rganim yo'q. Birinchi sinfdan boshlab yig'ib kelgan bazaviy bilimlarim yordamida shu natijalarga erishdim. Ona tili bilan rus tilidan grammatikalarni uyda takrorladim. Ingliz tilidan mock testlar bajardim uyda. Matematika fanidan o'zim mustaqil YouTube yordamida mavzularni o'rganib, misollarni yechib o'zlashtirdim. Tarixdan uncha tayyorlanmadim, faqat shu maktabdagi bilimlar. Men Mahmud Xo'jayeva Mubina, Yashnobod tumani 255-maktab 11-D sinf bitiruvchisiman. Hozirda muddatidan avval maksimal 189 ballni qo'lga kiritdim va undan tashqari Toshkent davlat sharqshunoslik universitetiga muddatidan oldin 100% grant asosida qabul qilindim. Ingliz tilidan B darajani oldim, ona tilidan A, matematikadan C+ va tarixdan B darajani qo'lga kiritdim. Birinchi sertifikat olishim 10-sinfda ingliz tilidan olishdan boshlandi. Undan keyin ona tilidan asosiy fanim uchun tayyorlanish boshlandi va asosiy fanim yopganimdan keyin orqaga qaytishga yo'lim yo'q edi. Chunki tanlagan yo'nalishimga kirish balli 188. Bu degani 1 ball men uchun juda ham katta narsani hal qilardi. Shuning uchun bir vaqt o'zida ikkita fandan sertifikat o'qishni boshladim va eng qiyin kunlar menimcha o'sha vaqtda boshlandi deb o'ylayman. Juda ham vaqtim kam edi. Matematikani oldim va bir oydan keyin tarix javoblarim ham chiqdi. Ana o'shanda menimcha yengil nafas olgandek bo'ldim. To'g'risini aytsam. Murodova Mohlaroyim Maqsadjon qizi bo'laman. Bugungi kunda biologiya fanidan A, kimyo fanidan B+ daraja, majburiy fanlarni yopib beruvchi 100% sertifikatlarni qo'lga kiritib, muddatidan oldin Toshkent davlat tibbiyot universitetiga talaba bo'ldim. Biologiyani o'rganishimga 1,5 yil ketdi, kimyoni o'rganishimga 2 yil. Majburiy fanlardan unchalik ko'p tayyorlanmadim. Eng ko'p tayyorlanganim tarix bo'ldi 3 oy, matematika hamda ona tili fanlariga 1 oydan vaqt ketdi. 7-sinfligimda biologiya fanini yaxshi o'qiganim uchun ustozlarim menga e'tibor qaratishgan hamda biologiya fanidan olimpiadaga chiqishni taklif qilishgan. O'shandan keyin 7-8-sinf davomida va 11-sinfni bitirgunimga qadar biologiya fanidan olimpiadaga chiqib, faxrli o'rinlarni egallab keldim. Shu biologiya, kimyo fani, tabiiy fanlarga qiziqishim bo'lganligi sababli keyinchalik menda ikkita variant bor edi, yoki shu fanlarni ustozi bo'lish yoki tibbiyot sohasida ish boshlash. Ota-onamning maslahatlari, ustozlarimning maslahatlari bilan tibbiyot sohasini tanladim. Ismoilova O'g'lay Rasuljon qizi Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini iqtisod fakultetiga topshiraman. Hozirda niyatim Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga kirish va hozirda muddatdan oldin talaba bo'ldim. Ingliz tilidan B+ daraja, ona tili, tarix va matematika fanlaridan C+ darajaga egaman. 189 balldan 175 ballim bor. Birinchi bo'lib ingliz tilidan boshlaganman. Ingliz tilini 10-sinf boshlanishida boshlab 1 yil 3 oy o'qidim
va imtihonga topshirdim. Birinchisida ololmadim va motivatsiyam tushib ketdi. O'zimda qanaqadir hayajon va qo'rquv paydo bo'ldi. Keyin yana 3 oy o'qib turib, yana qayta topshirdim va o'zimga kerakli 100% darajani qo'lga kiritdim. 11-sinfda matematikani topshirdim. 4 oy tayyorlanib, asosiy fanimga 25 talik, 30 tadan ya'ni 25 tani yopib berdi. Keyin ona tili. Ona tilidan 1 oy tayyorlandim, o'zimga kerakli darajani oldim. Tarixdan 3 hafta tayyorlandim. Unda o'zimga kerakli uyda bor kitoblarni tayyorlandim. To'garaklarga yoki tashqariga kurslarga bormadim. Faqat uyda o'zim tayyorlanib, qo'lga kiritdim. Faqatgina ingliz tili bilan matematikadan kursga bordim. Ona tili bilan tarixdan uyda o'zim tayyorlandim. Mahram va Sadoqat Kabiljanovni matematikadan, fizikadan va ona tilidan milliy sertifikatni olganman va Milliy universitetiga 160 ball bilan talaba bo'ldim. Umuman olganda men matematika, fizika bo'yicha ketaman deb hech qachon o'ylamaganman. Chunki boshlang'ich sinfda bu fanni juda ham yomon ko'rganman, keyin nafratlanganman. Lekin oradan vaqtlar o'tgan, 5-sinfga o'tganimda kuratorim matematika o'qituvchisi bo'lgan va menga o'rgatgan. Matematika o'zi juda ham oson fan. Sen faqatgina uni mohiyatini va mazmunini tushunib olsangina oson bo'ladi. O'shaning uchun ham bundan qiynalib o'tirma, o'ylanma deganlar uchun ham qiziqib o'qiganman. Keyin o'zimga ham juda ham yoqib qolib, aynan shu matematika, fizika bo'yicha ketganman. Siz hozir 160 ball olgansiz. Bu kimlar uchundir ko'p, kimlar uchundir kam? Siz uchun yetarlimi bu ball? Men uchun yetarli. Boshqa fanlardan sertifikat topshirish fikri kelmaganmi sizga? Fikrini faqat dadam berganlar, to'g'risini aytaman. Chunki o'zimga qolsa dadam kvotalari bo'lgan va o'sha kvota orqali men kirib ketaman deb o'ylardim. Dadam aytganlar, meni kvotamga umuman ishonma, sen o'zingni bilimingga ishon. Chunki kelajakda o'qituvchi bo'lasan, baribirga ham o'quvchilarga bilimni berishing kerak. O'shaning uchun ham o'zingni bilimingga ishongan holatda barcha fanlarni o'qi deganlar. O'sha orqali o'qiganman, keyin ona tilini olganman faqat. Tarixga endi vaqtim yetmay qolgan. Necha oy ketgan bitta fanni o'zlashtirib, o'sha fandan yaxshi darajaga chiqquningizgacha? Matematika va tarix bir vaqt o'qiganimni hisoblasak, matematikadan 1,5 oy davomida tayyorlandim. To'g'risini aytsam, juda ham ko'pchilik aytdi, undan ko'ra sen DTMga kirganing yaxshi, chunki sertifikatga 1,5 oy hech qachon yetmagan deb, hattoki o'quv markazi ustozim ham shu gapni takrorladilar. Keyin menda bitta maqsadim bor edi, DTM varog'imda hech narsa turmasdan hammasi X bo'lishini xohlaganman. O'shaning uchun ham yo'q deb turganman. Undan keyin tarixdan 3 oy vaqt davomida tayyorlandim va kutganimdek natijani egasi bo'ldim. Koreys tilini o'rganishingizga qancha vaqt ketgan? Hozir ham o'qiyapman. Sentyabrdan boshlagan bo'lsak, почти уже 10 oy bo'lyapti. Xudo xolasa, yoz 2-oyi iyulda koreys tilidan ekzamen topshiraman. Ona tili bilan rus tilini birinchi topshirganman. Ularga ona tiliga 2 oy, rus tilida 1,5 oyda tayyorlandim. Keyin matematikaga 2,5 oy tayyorlandim. Tarix uncha tayyorlanmadim. Ingliz tilida bir muayyan vaqtda tayyorlandim deyolmayman. Shu xohlagan paytim mo'kla qildim ora-orada. Koreya universitetiga o'qishga kirishdagi imtihonlar qanaqa bo'lgan? Alsin bo'lganligi uchun ekzamenlar bo'lmadi. Faqat intervyu bo'ldi. Intervyuda so'rashdi, nimangiz bor, nimalarga tayyorlanmoqchisiz dedi. O'shanda aytdim, Alsin bor dedim. Keyin topikka endi olaman dedim. Keyin o'ylayman, что motivation letter yozganligim uchun, kuchliroq yozib bo'lganligi uchun grant 50% grant oldim. 1,5 yil grammatikani o'rganganman, keyin 3 oy angliyskini o'zi IELTSga tayyorlanganman. Birinchi marta Koreyaga topshirganimda intervyu paytini отправить qilishgan vaqtini, o'sha paytda 11 bo'lgan, bizda soat 7 bo'lgan. U payt uxlamasdan chiqqanman, intervyuga tayyorlanaman deb, ertalab soat 6da turib, o'sha 7da intervyudan o'tganman. Intervyuda bitta savolni tushunmaganman. Tushunmaganligim sababli borini aytganman. Keyin ota-onam aytishgan, vahima qilma deyishgan, oddiy intervyu o'tyapman, sen hech nima bo'lmaydi degan. O'zbekistonda qolasan, ili boshqa davlatga ham chiqib ketishing mumkin deganlar. Bilim olishda eng qiynalgan tarafingiz bormi? Ancha eslab qolish bo'lsa kerak. O'zi yaxshi eslab qolaman, lekin men bu ko'p, masalan, tarixda datalar ko'p, ismlar, informatsiya, shuning uchun ancha qiyinroq bo'ldi. O'zim ham ko'proq gumanitar fanlarga moyilroqman, shuning uchun aniq fan, ayniqsa shu matematikada juda ham qattiq qiynalganman. Tayyorlanish paytida uy ishlari yoki boshqa ishlar bo'ladigan bo'lsa, ishlarga keladigan bo'lsak, oyim umuman menga
uy ishlarini qilishing shart emas. Sen hozir birinchi o'rinda mana shu narsalarga erishishing kerak. Mana shu yo'lingda borganda keyin qilishing mumkin bemalol. Hozir men qilib turaman bu ishlarni. Senga to'siq yo'q bu bo'yicha. Buni o'ylab sen darsing qolib ketishi kerak emas deb doim aytib kelganlar. Qiyinchilik bilan erishasiz biror bir yutuqqa, qiyinchilik bilan erishasiz, lekin o'sha yutuqqa erishgan kuningizda sizni hamma qiyinchiliklaringiz esingizdan chiqib ketadi. Shuning uchun ham bu bo'lgan ishlarga afsuslanmayman. Matematikadan to'g'risini aytaman, ustozim meni juda qiynaganlar. Ko'p misollar berardilar, kechqurun misollar, masalalar tashlardilar. Bu qilib sadoqat, mana shuni o'qi, mana shuni yodlab ol, milliy sertifikatga tayyorlan, misollarni yech, formulalarni yodla deb rosa qiynaganlar. Universitetga tayyorgarlik jarayonida eng qiynalgan narsangiz nima bo'lgan? Bu o'ylayman intervyu bo'lgan. Chunki boshqa odam, boshqa traditsiya, endi qanaqa o'ylashi, shu intervyuga eng asabiylashgan joyim intervyu bo'lgan. Javobini kutishgan uni ham. Tayyorlanish asosan 11-sinfda boshlandi. 10-sinfda bemalol yurdim va 11-sinfga o'tganimdan keyin uchta fandan sertifikat oldim. O'sha bir 7-8 oy qattiq o'qish bo'ldi. O'sha oylarni dekabrdan martgacha bo'lgan oylarni eslamasam deyman har doim. Chunki rostdan ham har kuni yig'lash bilan dars qilardim. Tarixdan qiynalgan joyim bu bizni faqat narsa yodlardik. Juda ham qiynalganman boshida, to'g'risini aytsam. O'sha bir 1,5 oy davomida har kuni yig'lab o'qiganman. Juda ham ko'p ma'lumot, vaqtim kam, yodlashim kerak bo'lgan. Matematikada ham xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Formula ko'p, misollar qiyin. Ham algebra, ham geometriya, milliy sertifikat oson emas. Menimcha shu xotira bo'yicha ancha ko'proq tayyorgarlik ko'rish kerak bo'lgan menda. Chunki ba'zi bir sinfdoshlarim yoki bo'lmasam tanishlarimda, hattoki o'sha o'qishda bir o'qiydigan o'quvchilarimizda ham bir marta o'qib, ustozga gapirib bersa, menda bu narsa 15-20 marotaba o'qishimga to'g'ri kelardi. O'sha bo'yicha juda ham ko'p qiynalganman. Asosan uyda dars qildim, kutubxonaga borib dars qildim. Uyda asosan kechqurun dars qilaman, chunki hamma dam olgan paytda uy tinch bo'ladi. Shu paytda dars qildim. Ona tili bilan tarixda ancha o'zimga qiyin bo'ldi. Bitta o'zim tayyorlandim, chunki o'zim oldin o'qimagan fanim, ancha payt qiynaldim, ancha stressga ham tushib qoldim shu paytda. Til o'rganishga asosan o'zim qiziqmaganman, lekin qarasam sohamda asosiy fanim ekan. Keyin 10-sinfda o'zim xohlamagandim, uydagilar majburladi ingliz tilini. O'zim uncha yaxshi o'qimasdim, har doim 4, ba'zida 3 olgan paytlarim bo'lgan. Lekin hozir uydagilar motivatsiyasi, opam ingliz tili o'qituvchisi bo'lgani uchun ham opam o'zi yordam berib, birga shug'ullanib, tushunmagan narsam opamga borardim, tushuntirib berardi. Imtihonga qilgan paytim ham sen shunda xato qilgansan, sen shuni to'g'rilasang ancha yaxshi bo'ladi. Mana buni ishlasang ko'proq darajaga erishasan, tezroq balling ko'tariladi deb o'rgatgan. Ko'proq o'zimni qiynab dars qilganman. Self-study qiyinroq bo'lgan, chunki ikkalasi ham menga uzoq bo'lgan fanlar. Asosiy fanimdan ancha boshqacha tarix, keyin ona tili. Tarixni aslida yomon ko'raman o'zim ham. Uncha tushunmayman, baribir o'tmishdagi narsalar. Shuning uchun ancha qiynaldim. Baribir men o'zim majburladim. Kerak senga kelajakda baribir bu yo'nalishing asosiy fan bo'lmasa ham majburiy fanda bo'lgani uchun senga ancha ball kerak. Shuning uchun o'qidim. Salkam 10 oy davomida necha soatni siz o'qishga sarflagansiz? Bunaqa to'g'ri taqsimlashga to'g'risini aytsam vaqtim ham bo'lmagan. Ayniqsa o'sha oxirgi ikkita sertifikatim, kun tartibim juda ham ajoyib o'tardi. Kanikul vaqtiga to'g'ri kelib qoldi. Ertalab darslarimiz soat 9 da boshlanardi. 9 da borib, obed qilishga ko'chaga chiqib kelardik-da. Keyin shu bilan darsimiz kechki payt soat 6-7 da tugardi. Uyga kelardim. Uyga kelganimdan keyin ham ovqatlanganimdan so'ng yana darsimni qilardim, chunki kechasi soat 12 da yana darsimiz boshlanardi bizning. Va uxlagunimcha soat 3, hattoki sahar soat 4 bo'lib ketgan kunlar ham bo'ldi. Bitta kunni eslayman. U payt ona tilidan tayyorlanardim. Imtihonimga 1,5 hafta qoldi. Dars qilishga o'tirdim kechki payt soat 8 da. Darslarim qilib bo'lib soatga qaraganda ertalabki soat 6 bo'lgan edi. Juda ham o'zim g'alati bo'lib ketganman. Har kuni 4 ta 5 ta stakan kofe ketardi. Kofesiz dars qila olmasdim umuman. Nimaga aynan siz repetitorsiz sertifikatlarga topshirish yo'lini tanlagansiz? Men o'zi tabiatdan unchalik kimdirdan yordam so'raydigan odam emasman. O'zim hamma narsani bajarishga harakat qilaman. Avvaliga ona tili bilan rus tilini repetitorga bormasdan oldim. Shundan keyin menda qani boshqalarni ham
shunaqa ko'raychi degan xayol paydo bo'ldi. Shunaqa ketma-ket hammasini to'plab oldim. Bundan oldingi 9-10 sinfda unchalik qattiq o'qimasdim. Hattoki shu institut haqida fikrlarim juda ham sust edi. 11-sinfni boshidan boshladim. Noyabrda birinchi imtihonimni topshirdim. Oxirgi imtihonimni aprelda topshirdim. Shunda 7 oy bo'pti. 5 ta sertifikat oldim. Repetitorga bormaganingiz faqat sizning xarakteringiz bilan bog'liqmi yoki bunga qanaqadir oilaviy sabablar ham bormi? Oilaviy sabablar yo'q bo'lsa kerak, lekin asosan shu ota-onamning ishonchi, atrofdagilarning ishonchi ham turtkilagan deb o'ylayman. Repetitor sizga siz kutgan natijani bera oladimi? Agar o'qituvchi bilan yoki self studyni solishtiradigan bo'lsak, o'qituvchilar baribir yaxshi, chunki yo'l yo'riqni biladi, ichkarida ko'rgan, imtihonlarga kirib chiqqan, qancha vaqtga qaysi narsani sarflashni o'rgatadi. Birinchi bilan ikkinchi asosiy fanlarimni o'qituvchiga borib o'rganganim sababli bu yoqdagi qancha vaqtni qaysiga taqsimlashni уже bilaman. Shuning uchun self studyni qolgan ikkitasini self study qilishga qaror qildim. Lekin baribir o'qituvchining o'rni hayotda katta, baribir sizga o'rgatadi, ancha mehnat qiladi, birga maqsadlaringizga erishasiz. Internet sizga qanchalik ustozlik qila oldi bu borada? Internetdan ko'p narsalarni oldim. Chunki boshqa o'qituvchilarga borganimda uncha o'qituvchi bilan kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin edi. Internetda o'zimga yoqqan o'qituvchini qidirdim, uni darslarini ko'rib chiqdim. Bizda o'qituvchi dars o'tadi, bir marta eshitamiz, keyin tugaydi. Lekin onlayn o'qisam, bir marta emas, ko'p marta eshitib, yana takrorlab qaytarsam bo'ladi. Shu sababli internetda onlayn tanladim. Matematikaga tayyorlanayotgan vaqtim YouTube menga juda ham katta yordam, ko'makchi bo'ldi. Self study qilayotganingizda siz o'zingizni nimalardan cheklagansiz? Ko'proq gadjetlardan, o'yin o'ynash, qanaqadir ijtimoiy tarmoqlar kuzatish, keyin tashqaridagi odamlar bilan uncha qo'shilmaganman. Asosan maktabga kelardim, maktabdan tashqari uyga borardim. Faqat uyda o'tirib dars qilardim. Uydagilar bilan asosan vaqt ajratdim. O'rtoqlarimga ancha vaqt ajrata olmay qoldim. E'tiborim kam bo'ldi, mehr bera olmay qoldim. Lekin asosan uydagilarga, oilamga mehrni ko'proq ajratdim. Do'stlar yoki bo'lmasa oila davrasidan qolib ketishga keladigan bo'lsak, bunaqa holatlar ham bo'lmagan emas, bo'lgan. Oilaviy tog'ga borishganda darsga ketganim ham bo'lgan hattoki. Hamma narsalardan sekin-sekin cheklandim. Do'stlarim bilan suhbatlashishlar, ular bilan ko'rishishlar kam edi. Vaqtimni ko'proq to'g'ri narsaga sarflashga harakat qildim va juda ham ko'p narsalardan voz kechishga ham to'g'ri keldi deb o'ylayman. Tayyorlanish uchun nimalardan kechgansiz? Uncha qismidan kechmadim. Ota-onangizni qo'llab-quvvatlash qanaqa bo'lgan? ALSga tayyorlanayotgan paytlarim tayyorlangim kelmagan, chunki birinchi marta topshirayotganligim uchun vahima bo'lgan. Keyin ALSga topshirish bilan bir kun oldin uxlamaganman, dori ichib uxlaganman. Uxlatib olmagan uydagilar. Keyin o'sha ALSdan keyin hammasi oson bo'lib ketgandan keyin unaqa vahima bo'lmagan. Boshqa fanlarni o'qib, imtihonlariga kirish unchalik vahima bo'lmagan. Ota-onam meni moralniy, fizический поддержка qilishgan. Nima bo'lsa ham, u oddiy imtihon, seni hayotingda hech nima o'zgartirmaydi. O'zing uchun bilib olasan. Mayli mabodo past ball olib qo'yganingda boshqadan topshirasan, unaqa xavotir olma deyishgan. Ota-onamga juda ham katta rahmatlarimni aytaman. Ular menga faqatgina finansiy tomondan emas, ma'naviy tomondan ham juda ham katta qo'llab-quvvatlashlar berishgan. Hali ham esimda, bir kuni juda ham qattiq charchab ketdim matematikadan, to'g'risini aytaman. Bo'ldi, maktabdan DTMga kiraman, o'qimayman, hammasini to'xtataman degan narsa o'tdi. O'shanda oyijonim aytgan gaplar hali ham esimda. Qizim, biz seni kontraktda ham, super kontraktda ham o'qitamiz. Sen yotib dominoga xohlasang, ertaga davom ettir yoki to'xtatsang ham mayli deyishdi. Lekin aytishdi, sen esingdami, anaqa aytganding, meni qog'ozimda hammasi X turadi. Agar sen hozir masalan 25 kun qolganda shu vaqtda imtihonimga 25 kun hozir o'qisang, keyin yozim bo'yi bemalol yurasan, erkin bo'lasan. Chunki o'sha aytganimdek, bir ball menga juda ham katta narsani hal qilardi. Agar hozir qo'yib yuborsang, yozim bo'yi o'qib yurishingga to'g'ri keladi deganlar. Keyin uxlab, ertasi kuni yana matematikaga darsga borganman o'sha kuni. Oyim ham motivatsiya berib turadilar, lekin dadam juda ham ko'p berganlar. 2 marta o'zi matematikadan yiqilganman. Bo'ldi, men o'qimayman, chunki esim bor meni, dada sizni kvotangiz bor, kirib ketaman, unaqa bunaqa deb xarxashalik qilib o'qimaganman. Tashlab qo'yganman. Keyin oxirida fevraldagi milliy sertifikatga dadam baribirga ham topshir deganlar. Baribir ola olmasam-chi degan, ola olmasang ola olmadim, menga farqi yo'q. Eng muhimi topshir deganlar. Keyin oxiri xo'p mayli deb topshirganman. Aynan javob chiqayotgan paytida soat 12larda hayajonlanib kirganman.
kirganimda bir turibdi. Polni uydagilarni uyg'otib aytganman-da. O'zlari ham ancha hayron qolishgan. Oyim doim aytadilar, nafaqat menga, balki ukamga, yaqin atrofdagi qarindoshlarga ham aytadilar. Insonning hayotida, aynan o'smirlarning hayotida 2 yil yoki 3 yil vaqt bo'ladi. Mana shu vaqtni samarali o'tkazib, kelajagimizni poydevorni mustahkamlab qo'yadigan bo'lsak, ya'ni mana shu 2 yil hech narsaga qaramasdan o'z ustimizda ishlab o'qiydigan bo'lsak, keyingi hattoki 50 yilgacha hayotimiz kafolatlangan bo'ladi yaxshi o'tishiga. Lekin biz hozir mana shu 2 yilda o'rtoqlarimiz bilan o'yin kulguga sarflasak yoki bo'lmasa boshqa ishlarga sarflaydigan bo'lsak, keyingi hayotimiz nima bo'lishini bilmaymiz. Shuning uchun keyingi hayotimizga qarab intilishimiz kerak, kelajakka qarab intilishimiz kerak deb o'ylayman. Diplomsiz odam bo'lolmaysan degan gaplarga sizni fikringiz qanday? Uydagilarim ko'p shuni aytishadi. Diplom baribir kerak. Qachondir diplomingni qoqib ishga bora olasan. Hech qachon ishsiz qolib kelmaysan. Baribir diplomingni qayergadir olib borsang, seni qabul qilishadi degan gap. Diplomsiz odam bo'lolmaysan degan gap oldinlari balki o'zini kuchiga ega bo'lgandir, lekin hozirgi kunda harakat qilgan insonga har qanaqa sohada diplomsiz ham ishlar bor deb o'ylayman. Masalan, o'zini biznesini yuritishi mumkin yoki bo'lmasa uyda o'tirgan holda ham, uydan chiqmagan holda ham hozirgi kunda zamonaviy ommaviy axborot vositalari, sun'iy intellekt, shular orqali ham pul topish mumkin uyda o'tirgan holatda ham. 11-sinflarga beradigan maslahatingiz qanaqa hozir sizda? 11-sinflarga o'z yo'llarini to'xtab qolmaslikni maslahat beraman. Chunki o'zim juda ham ko'p marotaba to'xtatmoqchi bo'ldim hamma narsamni. Hattoki universitetga kirmayman degan narsa ham bo'ldi. Va lekin 9 va 10-sinf o'quvchilar bo'lsa, ularga eng ko'p aytadigan gapim, to'g'risi menga bunaqa gap hech kim aytishmagan va xohlardim. Bitta fandan sertifikat olgandan keyin hech qachon to'xtab qolish kerak emas. Asosiy fanlarimni yopganimdan keyin majburiy fanlarim 11-sinfda o'qiyman bir vaqtda degan narsa ham umuman noto'g'ri narsa ekan. Agar siz o'sha o'qishni maroq bilan sevib o'qimoqchi bo'lsangiz, vaqtliroq harakat boshlash kerak. Shu 9-sinfdan boshlash menimcha eng yaxshisi deb o'ylayman. Milliy sertifikatga topshirishga qo'rqmaslik kerak, chunki bu oxirgi yo'l emas, oxirgi yo'l deda ham bo'ladi. Sertifikatga topshirishdan qo'rqmaslik kerak, chunki o'xshab qolishi mumkin, o'xshab qolmasligi ham mumkin-da. O'xshab qolsa, u sizning yutug'ingiz. O'xshamay qolsa-chi deb topshirmasdan qolib ketsangiz, qolib ketaverasiz. Shuning uchun ham inson hamma narsaga urinib ko'rish kerak, o'zini sinab ko'rish kerak deb hisoblayman. Hozir shu o'yin kulgularni, keyin iloji boricha telefon, smartfonlarni umuman yig'ishtirib turish kerak deb o'ylayman. Agar 1 yil yoki 2 yil qiynalmasak, undan u yog'iga qiynalishimiz mumkin. O'qishdan qo'rqish kerak emas, bu birinchi o'chirib. Chunki bir marta yashaymiz, hammasi qilib ko'rish kerak. O'qishga topshirish kerak, aylanish kerak. O'qishga kira olmasa ham, hatto gap year qilib, o'zimiz nima yoqtiramiz, hatto 1 yilimizni o'zimizga bag'ishlasak, yo'limizni topib ketamiz. Самое главное bu qo'rquvga yo'l berish kerak emas. Qo'rquv yengiladigan narsa. O'shaning uchun hamma narsa qilib ko'rish kerak. Yangi davlatlarga chiqib kelib, yangi do'stlar orttirib, yangi narsalar qilib ko'rish kerak. Ichingizdan nimalar o'tyapti? Maktabni tugatyapsiz yoki boshqa millat odamlari bilan o'qishingizga to'g'ri kelyapti? 10-sinf bo'lganimda hali borib deb yurardim. 11-sinf bo'ldim. O'sha men ham kelyapti. Ozgina kunlar qoldi. Sinfdoshlarim sog'inishim bor gap, chunki 1-sinfdan beri o'qib kelaman. Bitta o'zimni sinfdoshlarim bilan qolib ketishim kerak emas. Yangi odamlar bilan tanishib, yangi davlatlarga borib, chunki odam bitta o'zimizni o'zbek o'rtoqlari bilan qolib ketish kerak emas. Har xil davlatdagi odamlar bilan tanishib, dunyo qarashni kengaytirish kerak. Hammasi juda ham tez o'tib ketdi. Maktab bitirganimizdan keyin katta hayotga qadam qo'yamiz va juda ham 11 yil tez o'tib ketganiga hali ham ishonmayapman. Tugadimi degan narsalar. Ayniqsa sinfdoshlar bilan yaxshi xotiralar qolgan bo'lsa, qiyinroq deb o'ylayman. Sinfdoshlarim o'rni katta baribir. Atrofingizdagi odamlar bilan musobaqalashib, bellashib o'qiganmiz. Darslardan keyin birga qolib dars qilardik, kuratorimiz bilan ancha vaqt o'tkazganmiz. Kelajakda ham baribir ko'rishib qolish ehtimolimiz yuqori. Baribir biz yo'nalishimiz moliya iqtisod, sinfimiz ham shunaqa bo'lgani uchun bitta universitetga topshiramiz aksariyatimiz. Shu sababli bitta universitet, bitta fakultet bo'lib qolish ehtimolimiz yuqori. Bir tomonidan xursandman, chunki institutga, universitetga kiraman, talaba bo'laman, keyin xudo xohlasa davlatga foyda keltiradigan inson bo'laman degan tomon bo'lsa, ikkinchisi shu katta hayotga qadam qo'yish kerak. Qiyinchiliklar keladi. Xuddi juda ham muhim va katta nimadirdan ayrilgandek
qilyapman o'zimni. Ayni damda ichimda ikki xil hissiyot bo'lyapti. Bir tarafdan muddatdan oldin talaba bo'ldim. Institutga borgim kelyapti, ko'rgim kelyapti. Uni hayotiga qiziqyapman qanaqa bo'lishiga. Lekin bir tarafdan maktabni tark etish ham o'ziga yarasha qiyin bo'lar ekan. Baribir 11 yil shu yerda o'qigansiz, sinfdoshlaringiz. Shuning uchun ayni damda juda ham ikkilanish bor. Maktabdagi sinfdoshlaringiz buni keyingi yil intervyumizni ko'radigan bo'lsa, ularga hozirdan aytar gapingiz? Sinfdoshlarimga aytadigan gapim, ularni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman va doim xohlardim shunaqa oqibatli, inoq bo'lib qolishimizni va uzoq yillardan keyin ham birga ko'rishib, hozirgi qanaqa ko'tarinki ruhda bo'lsak, keyingi yillarda ham shunaqa davom etishni tilab qolardim. 5 yildan keyin o'zingizni qayerda tasavvur qilasiz? 5 yildan keyin hali ham universitetda o'qiyotgan bo'laman, chunki tibbiyot sohasida bilasiz, juda ko'p yillar davomida o'qiladi. Avvalambor universitet hayoti boshlansa va keyinchalik o'zimni ustimda ishlash, o'zimni yo'nalishim bo'yicha nufuzli tashkilotlarda ishlash niyatim bor. 5 yildan keyin o'zingizni qanaqa darajada tasavvur qilasiz? Xudo xolasa men keyingi yili onlayn yana bitta chet institutga topshirish niyatim bor. Xudo xolasa 5 yildan keyin bitta diplomni olib, ikkinchisini ham olib bo'lgan bo'laman. Men o'ylab bitta narsada to'xtab qolmaslikka qaror qildim. U masalan ikkinchi mutaxassislikni bitirib, yana magistr o'qishni rejalashtiryapman. Aytolmayman, что men rejam Koreyada qolib ketish emas, boshqa davlatlarga xudo xolasa 2 semestr o'qib, Italiyaga exchange programmasi bilan o'qimoqchiman. Xuddi shu yo'nalishda, international relationsda. Lekin boshqa davlatlar bilan ham aloqa qilmoqchiman. Masalan, O'zbekistonda odam bo'lib, xudo xolasa O'zbekiston posolstvosida posol bo'lib ishlamoqchiman. Oddiy posolstvodagi odam emas, posol bo'lib boshqa davlatlar bilan aloqa qiladigan odam bo'lib ishlamoqchiman.